fikrimcha biz bu yerga bekorga yig'ilmadik. Chunki juda ham yaxshi, chiroyli spikerlarni biz bu yerda biz Nika Kurdiani, ya'ni TBC Uzbekistan bosh direktorini Oleg Pekas 2 yil oldin AI, ya'ni sun'iy idrokni rivojlantirish bo'yicha bu yerda 2 yil ichida bu yerda faoliyat yurityaptilar. Yevgeniy Lisnyak juda ham qiziqarli ma'lumotlarni, aynan texnologiyalarni, viza texnologiyalari haqida batafsil ma'lumot berdilar va Bekzod Ismoilov ayka boshqaruvchi direktori. Chunki hozirgi kunda qiziq bir bizani sessiyani boshlanishidan oldin qiziq bir hajviya taqdim qilmoqchiman. Yaqinda men o'zimni tanishim bilan ko'rdim va u ham sun'iy intellekt bo'yicha o'zini kompaniyasida sun'iy intellektni kirityapti va taqdim etyapti va biz aytyapman, qanday bo'ldi? Demak, bizda hozirgi kunda ikkita meni fikrim va bu juda ham o'zimga amin ishonch bilan ayta olaman. Meni fikrim va ikkinchisi sun'iy oxirgi 2 yilda regulyator bilan birgalikda bizda demak landshaftim, ya'ni bozor landshafti o'zgardi. Hozirgi kunda Nikaga so'z nutqni o'zlarini, chunki bu aynan ular Nika o'zlarini bu biznes vakili, biznes olami vakili sifatida, bu tadbirni tashkilotchisi sifatida ham o'zlarini fikrlarini bildirdilar. Igor Andreyevich ham o'zbek o'zini shtabini yaratdi. 3 kundan beri biz ishlayapmiz. Ularni murojaatlari va birinchi murojaatlari asosida TBC bank ham bu birinchi bank edi. Aynan sun'iy intellektni bilan birgalikda ishlayotgan, ya'ni biznes regulyatorga yordam bergan va qo'llab-quvvatlagan holatda bu sektor yangi innovatsion sektor hisoblanadi. Bu oddiygina emas va shu bilan birgalikda qimmat sektor hisoblanadi. Endi so'z navbati sizga va savol bilan murojaat qilyapman. Nima uchun aynan o'zingizni strategiyangizda IIga sun'iy intellektga katta keng imkoniyat yaratyapsiz? O'zingizni tajribangiz bilan bo'lishsangiz, chunki siz aynan sun'iy intellekt elementidan biznesda foydalanayotgan inson hisoblanasiz. Yana bir bor katta rahmat. Men faylasuf sifatida ayrim bir mavzu sifatida bu Emil missiya. Nima uchun bu yerda aynan bizni kompaniyada mana shunday sun'iy intellektga biz o'rin beryapmiz. Qanday qilib o'ylashimcha, bu turli xil muammolarni bilamizki, turli muammolarga javob topish uchun biz harakat qilyapmiz. Biz taqdim etayotgan xizmatlarni albatta bu xarajatlarni kamaytirish, shu bilan birgalikda inson omilidagi inson asablarini ham kamroq sarf qilishni biz va shu bilan birgalikda hayotimizni yengillashtirish uchun shu yo'nalishlarni, ya'ni aynan sun'iy intellektni kiritishga harakat qilyapmiz. Chunki bizni Oleg bilan yarim soat oldin bu haqida ham gaplashdik. Bizda shunday instrumentki, o'z vaqtida Amazon кейslarini ko'rib chiqqanman. Bu shunday кейski, biz shunday mahsulotki, bilamizki bizda
sun'iy idrokning qandaydir bir vositani yaratganimizdan keyin biz mijozlarga taqdim qilishdan oldin albatta biz o'zimiz ichki ravishda tekshiramiz bu tizimni. Bilamizki biz TBC bankni tanlaganmiz, o'zlarini mijozlariga bu yerda nima deb aytmoqchiman, sun'iy intellekt 10 ta berilgan top 8 talikni ichiga kiradi bizning strategiyani. Bu yerda cross cutting yoki cost of optimization yoki bo'lmasa boshqa yo'nalishlarda bu orqali o'tmaydi yoki bo'lmasa samaradorlik jihatlari inobatga olinadi. Nima uchun inson biz bilan do'stlashishi kerak? Ikkinchi savolni ikkinchi qismiga yuzlansak, hozirgi 6,5 yilda juda kuchli akseleratsiya sodir bo'lyapti va hozirgi kunda aynan bir aniq dalillar yoki bo'lmasa aniq bir faktlar haqida server potensiali bilan biz muammolarni hal qilishimiz kerak va bu biz albatta ko'proq harakat qilishimiz kerak, ko'proq imkoniyatlarni yaratishga. Yana bitta savolning juda ham muhim jihati mengaki, hozirgi bosqichda sun'iy intellekt konkurent, ya'ni raqobatchi sifatida bizga yuzlanadimi yoki yo'qmi? Yo'q. Men raqobatchi sifatida ko'ra olmayman. U faqatgina yordamchi yoki ko'makchi sifatida foydalanish mumkin bo'ladi. Va biz albatta resurslardan barcha biz bir-birimizga yordam bersak, qandaydir vaqtdan keyin biz customer experience, albatta mijozlarning albatta tajribasi inobatga olinadi va biz crowdsourcing ham juda ham muhim hisoblanadi. Yana bir bor rahmat. Aslida agarda Nika bilan davom ettirsak, muhokamamizni juda ham o'zimizga kerakli jihatlarni olishimiz mumkin va bilamizki, u turli xil bu kompaniya juda ilg'or kompaniyalardan biri hisoblanib va turli xil g'oyalarni yaratish bilan shug'ullanadi va keyingi demak biz yuzlanamiz. Andrey Malygin bu juda ham dialog uchun, muloqot uchun juda ham har doim ochiq inson bo'lgan muloqot uchun va biz Samarqandda biz birga juda ham qiziqarli mavzular haqida yuzlandik va mavzular haqida suhbatlashdik va o'zimizni uchrashuvimizda juda ham qiziqarli ma'lumotlarni baham ko'rmoqchi edik. Oleg Andreyevich, men ko'proq infratuzilma haqida nima deb nomlanadi, GPS yuqori hisoblagich klasterlarni yaratish uchun qanday yordam qilinadi yoki qanday amalga oshiriladi? Biz bilamizki, Nika bilan birgalikda biz suhbatlashdik yaqinda va sun'iy intellektga ishonasizmi, yoqtirasizmi yoki yo'qmi haqida shu savollar ko'tarildi va biz bilamizki 19-20 yillarda ChatGPT aynan insonlarga bu juda ham kerakli platforma sifatida foydalanilyapti va sun'iy idrokni ham biz foydalanishni boshlaganimizdan keyin biz uni yoqtirishni boshlaymiz. Biz uchun juda ham hayotimizni, mana tasavvur qiling, hayotimizni uzoq vaqt mobaynida va sifatli ravishda mazmunli yashab o'tishimiz kerak va hozirgi kunda siz bilasizki, turli xil gadjetlar, mana soatimiz yoki bo'lmasa qo'l uzugimiz juda katta datalarni, ya'ni ma'lumotlarni o'zida saqlaydi va hech kim amin bo'la olmaydi. Ertaga men kasal bo'lib qolaman. Oldin bizni leykositlar demak ko'tarilyapti, qandaydir bir shamollash yuryapti va 38 bo'lyapti haroratingiz. Lekin
aslida bu bunday emas, chunki men demak tempni, o'zimni yashash tempimni pasaytirishim kerak yoki bo'lmasa qandaydir bir vitaminlardan foydalanishimiz kerakda, ya'ni ertaga biz kasal bo'lib qolmaslikni taxmin qilmaslik uchun. Va aynan shu idrok, sun'iy intellekt, demak biz undan foydalanishni boshlaganimizdan keyin biz, oilamiz, farzandlarimiz barcha hamma yaxshi ko'rishni boshlaydi. Biz bilamizki, rivojlangan mamlakatlarda o'zlarini ma'lumotlari bilan bo'lishadi va bu ma'lumotlar hozirgi kunda o'piqilni, ya'ni topish, o'smani topish hozir 3-4 bosqichida topish oson. Lekin biz albatta buni tekshirishimiz kerak va tahlil qilishimiz kerak. MSKT mana inson qandaydir bir analizlarni, tahlillarni topshira o'tadi va bu ham xuddi shunday ishlaydi. Men har doim xalqaro tadbirlarda har doim aytganman, agarda bu inson hayotini saqlashga olib kelsa, shuning uchun ham men hamisha ta'kidlaganman, keling, bo'lishing, o'rtoqlashing bu ma'lumotlarni. Shuning uchun ham biz albatta hozirgi kunda GPU haqida ham yana bir bor to'xtalib o'tmoqchiman. Bizni foydalanuvchilarimiz ko'plab ishlatishni boshladilar va shunday biz niyat qilgan yoki bo'lmasa biz orzu qilgan klaster yaratdik. Mavjud biznesdagi mavjud muammolarni bartaraf etish, turli xil ijtimoiy loyihalarni yaratish yoki bo'lmasa qandaydir fan, ta'lim uchun yaratilgan loyihalarni yaratish va taqdim etish va biz bilamizki, bu yerda har doim ham mablag' yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun ham davlat tomonidan ham qandaydir bir hissa yoki ulush sifatida kirishi va shu bilan birgalikda yana bir bor bank o'zini ishini amalga oshirishi kerak va aytaylik, yetmay qoladi biror bir narsa yoki bo'lmasa. Shuning uchun ham bu davlat, biz bu yerdamiz. Bank ya'ni kreditlarni taqdim etganda bir nechta kredit sifatida beradi. Shuning uchun ham biz birgalikda biznes modelini yaratishimiz kerak. Biz siz uchun GPT quvvatini sotib olamiz, sizga taqdim etamiz. Demak, bizda kafolatlangan mijoz bor, litsenziya bor, bizda mutaxassislar bor, qo'llab-quvvatlash amalga oshiradigan. Siz bemalol o'z biznesingizni amalga oshirasiz. Sizga qachondir nimadir yetmay qolishidan xavotir olmaysiz. Biz har doim nafaqat xarid qiladigan odatdagi modellardan, balki qo'shimcha qandaydir sizga moslashgan modellarni ham ko'rib chiqishga tayyormiz. Bu shunday GPT modeli bo'ladiki, masalan, banklar o'ziga nima kerakligini tushunadi. Biz esa texnologik jihatlar, qo'llab-quvvatlash, mutaxassislar va stoyga uchun hamma haroratni tushishi va shu bilan birgalikda haroratni xuddi shunday me'yor bilan albatta biz inobatga olib, biz bu yerda issiqlik chiqarayotgan ofisni, ya'ni isitish bo'yicha kerakli bu loyihalarni inobatga olishimiz kerak va bu yerda Data Vault bilan birgalikda yaratyapmiz yangi bir loyiha. Bu loyiha kerakli infratuzilmalarni yaratish bo'yicha, aynan GPU bo'yicha yaratish bo'yicha, GPU bo'yicha bir keskin bir yetishmovchilik yo'q hozir. Oldimizda faqatgina porloq kelajak turibdi va aynan bizning missiyamiz, bizning oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz vazirlik bilan bir xil va hamohang. Shuning uchun ham biz sun'iy intellekt orqali bizni o'zimizni fuqarolarimizni hayotlarini yengil, ya'ni yengillashtirishimiz kerak, soddalashtirishimiz kerak, ularga qulay imkoniyatlarni yaratishimiz kerak. Yana bir
parallel ravishda siz infratuzilmani kengaytirish bo'yicha ayrim bir dolzarb masalalarni ko'tardingiz. Ha, albatta biz boshqa infratuzilmalar ham energetika misol uchun oladigan bo'lsak, bu haqda ham to'xtalib o'tsak, O'zbekiston uchun energiya xavfsizlik, energetika yuzasidan juda keng Houston albatta barcha, ya'ni orbitada boshqa loyihalar osilib turadi, lekin Houston albatta ishlashi kerak va biz bilamizki, bu yerda energiya masalasi keng va asosiy dolzarb masalalardan biri sifatida keng rivojlanyapti va biz chunki aynan rivojlanish uchun resurslarni yetishmovchiligi, tanqisligi haqida ham bu albatta tanqidligi haqida ham gaplashishimiz kerak. Hozirgi kunda sun'iy intellektda qanday vizaning, yana bir bor qaytarmayman, viza qanday jihatlardan foydalanadi deb. Men shunday savol berardimki, siz faqatgina viza vakili sifatida emas, balki ekspert sifatida, mutaxassis sifatida nima deb o'ylaysiz? Moliyaviy olamda, moliya iqtisod olamida siz sun'iy intellektdan foydalanish qanday qulayliklarni, imkoniyatlarni yaratadi, nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Sizni o'zingizni xolisona fikringizni so'rab qolamiz. Rahmat. Men Otabek bilan savol surpriz haqida, chunki aynan mendan nimani so'rashadi deb o'ylamagandim. Eksprompt ravishda men to'g'risi chin dildan to'g'risini aytaman, men aynan savol bo'yicha trend. Keling, men bir kichik bir hikoyani aytib beray. Har qanday trendlar bilamizki kuchli yiqilishi mumkin va Oleg Andreyevich ham shu yerda u uchun ham bir hikoya sifatida ayta olaman va har birimiz uchun ham bu yerda yig'ilganlarga. Bilamizki, ya'ni Buyuk Britaniyada turli ancha vaqtlar oldin avtomobillarni yaratishgandi va aynan xattashuvchilar o'z turli xil yoki bo'lmasa sovg'alarni yoki xatlarni xattashuvchilar aynan otda yoki bo'lmasa ot aravada tashishgan va o'sha yerda qonunchilikka ko'ra parlamentda avtomobillardan foydalanishni taqiqlab yoki bo'lmasa 20 mildan uzoq bo'lmagan avtomobilda foydalanish kerak deb aytishadi va chunki aynan ot aravadan foydalanish hissasini ko'proq bilish uchun va o'sha yerda aynan avtomobil biznesi o'sha vaqtda u darajada rivojlanmay qoldi. Aynan Buyuk Britaniyada o'zining avtomobil industriyasida, sanoatida rivojlanib ketishi uchun imkoniyat yaratilmay qoldi. Ana shu imkoniyatdan Germaniya to'g'ri foydalandi. Ana undan keyin AQSh yoki bo'lmasa Germaniya avtomobillari va Yaponiya avtomobillari ham shular jumlasidan. Shuning uchun ham mana shunday innovatsion yo'nalishni ular qaysidir jihatdan yo'qotib qo'yishdi va shuning uchun ham bu bekorga emas, chunki regulyativ sistemani, tizimni, ya'ni qonun chiqaruvchi idoralarni shu kabi loyihalarni, g'oyalarni qo'llab-quvvatlashi kerak deb o'ylayman va xuddi shunday yangi texnologiyalar mamlakatda shunday g'oyalarni yaratilishiga keng imkoniyatlar yaratilishi kerak.
Yana bitta trend haqida, bu regulyatsiya, ya'ni boshqarish, me'yoriy hujjatlar orqali boshqaruvchanlik haqida to'xtalib o'tyapman. Hozirgi kunda juda ham milliard dollarlab yoki bo'lmasa 50-60 milliard dollarlar compliance'ga xarajat qilinyapti. Juda ham ko'plab mablag'lar qiyin bo'lgan boshqaruv tizimlariga sarf qilinyapti. Va hozirgi kunda qandaydir eski bir algoritm metodlardan foydalanishyapti. Va endi bu yerda qizil bayroqcha yondi va mijozlardan so'rayapmiz. Qanday bir sun'iy intellekt agenti qanday qilib mijoz bilan chiroyli muomala qilish va samaradorlikni oshirish va shu bilan birgalikda barchaga qandaydir imkoniyatlarni yaratish va yordam berish bo'yicha murojaat qilinadi. Va men AI kommersiya haqida ham aytib o'tdim. Nika sahnaga chiqqan holatda amaliy jihatdan har bitta inson ayta oladi progressiv sifatida, ya'ni rivojlanayotgan. Men Googledan foydalanmayapman. Men hozirgi kunda ayni damda ChatGPTdan foydalanyapman. Men to'laqonli ChatGPTga o'tib ketdim. Va ChatGPTni nima uchun men ChatGPTga yozaman? Bu aynan suhbat. Chunki siz suhbat qilyapsiz. Va biz o'ylashimcha mana bu hikoyaning bu qismiga ko'proq e'tibor qaratishni boshlaymiz va Alek aytganlaridek to'g'ri aytdilar. Biz kino ko'rganidek u va ana shu yerda biz sun'iy intellektni juda ham yaxshi ko'rib qolganini guvohi bo'lamiz. To'g'ridan to'g'ri aytadigan bo'lsak, bu haqiqatda ham juda ham kerakli yordam yoki foyda mavjud. Bu conversational search, ya'ni muloqotni orqali qizdirish, siz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni qidirish. Men o'zimni hamkasblarim bilan suhbatlashdim. Lovaziya nima degani? Tushunmadim. Haqiqatda ham internetda yozilgan ekan va qidirishni boshladim. Bu yerda Lovaziya bu juda ham ximik ekan, ya'ni kimyogar. Biz YouTube'da deyarli ma'lumotlar yo'q. Biz shunday kimyogar haqida va ChatGPTda men yozgan edim. Na YouTube'da, na Google'da topa olmagan ma'lumotlarni aynan ChatGPTda topdim. Va ChatGPTda qanday qilib ushbu kimyogarni haqida to'liq ma'lumot berdi. Qayerda tug'ilgan, nimalar qilgan va men fizika, ximiya yoki kimyo yoki matematikaga mansub bo'lmagan inson sifatida men bu ma'lumotlarni o'qib tushuna oldim. Chunki bu suhbat, muloqot sifatida yaratildi men uchun ma'lumotlar. Shuning uchun ham ko'proq ta'limga, fanga e'tibor qaratishimiz kerak. Katta rahmat. Bu olqishlar siz uchun. Siz o'zingizni filmdan bir qisma aytdingiz va xuddi Yunon mifologiyasiga tegishli bo'lgan ma'lumotlari, skulptura, ya'ni Magellan. Men fikrimcha ko'plab voqeliklar qaytariladi bu dunyoda. Andrey qisqacha yana bir bor Yevgeniy o'zimda qiladimda juda ham ko'plab o'zlarining nutqlarida ismimni ko'p aytdilar. Nima demoqchiman? Birinchi o'rinda sizga o'zingizni mana mashinada yurganda demak yursa bo'ladimi yoki yo'qmi tayoqchani ko'rsatgan holda
bilamizki viza hozirgi kunda O'zbekistonga kelib mana shu bozorda o'zini keng quloch ochmoqchi. Chunki ko'plab davlatlarda bilamizki tezlik bilan rivojlangan, lekin O'zbekistonga kelganda Humo va Uzcard sistemalari mavjud va bu yerda O'zbekistonga kelganda biz biror muammolarga, qiyinchiliklarga duchor bo'ldik. Shuning uchun ham hozirgi kunda biz barcha kerakli qarorlarni qabul qilishga va preferensiyalar, imkoniyatlar foydalanishga yoki bo'lmasa biz barcha imkoniyatlardan foydalanishga harakat qilyapmiz. Ya'ni vizani keng rivojlantirish uchun. Aytaylik, aeroportda siz viza orqali foydalanishingiz uchun mana sizga yoki bo'lmasa qandaydir bir kanatga mana 10% chegirma va turli xil bir yo'nalishlar orqali yoki misollar orqali biz taqdim etyapmiz. Humo hamda Uzcard tizimini vakillari ham o'tirishdi bu yerda. Ular bizlarga yordam berishdi. Biz ko'p bo'lmagan bitta bankdan foydalangan holda bir nechta to'lovlarni amalga oshirishimiz mumkin. Katta rahmat. Juda bir qisqagina bir Shuhrat aka, demak siz aynan Humo, Uzcard, Visa, Mastercard bo'yicha o'zingizning fikrlaringiz bor va bu yerda siz lekin bugun sun'iy intellekt haqida gaplashamiz. Bizga juda ham Bekzod Ismoilov tashrif buyurdilar bu yerga. Shunchaki bir internet agregator yangiliklari orqali tanish bo'lgan, oldin startapper bo'lgan, biznesmen bo'lganlar. IT jamoalarga nisbatan ko'proq ma'lumotga ega yosh. Bu assotsiatsiya ya'ni Markaziy Osiyo sun'iy intellekt direktori. Yana bir bor sizni qutlayman. Ya'ni yaqinda tayinlanganligingiz bilan siz albatta yangi bir loyihalarni, yangi bir g'oyalarni kashf etasiz degan umiddaman. Bir yil oldin bu yerga kelganimizda Oleg Andreyevich yana bir bor o'zlarini taklifiga ko'ra kelgan edik. Men ham ushbu jamoani qismida edim va agarda esingizda bo'lsa, xuddi o'sha shtab yaratilgan paytda mana shu assotsiatsiya ham bor edi. Bekzod aka, demak, qutlayman yana bir bor sizni tayinlangan yangi tayinlov bilan. Chunki bu yerda aynan sizda katta bir mehnat yotibdi. Sizni ayrim bir vaqt mobaynida assotsiatsiyadagi rahbarlik qilganlar, yana bir bor o'zimizni tashakkurimizni, olqishlarimizni taqdim etsak. Hozir mana shu yo'nalishda yangi bir yuzlar, yangi bir qiyofalar paydo bo'lyapti va aynan shu qiyofalar yangi bir g'oyalarni rivojlanish uchun g'oyalarni yaratadigan umiddaman. O'zingizni qanday qilib his qilyapsiz ijrochi direktor sifatida? Ya'ni siz biznesdan kelgansiz. Yana bir bor o'z tashakkurimni izhor qilaman. Katta rahmat. Bu panel muhokamaga meni taklif qilganingiz uchun. Meni tayinlovim men uchun to'g'risini aytaman, o'zimni rejamda yo'q edi va o'zimni rejamda assotsiatsiya bilan birgalikda ishlayman deb o'ylamagandim. Bizning raisimiz assotsiatsiyamiz Nurov Vladimir Ivanovich va biz bu yerga taklif qilinganda juda ham xursand bo'ldim albatta. Ya'ni sizni oldingi ish joyingiz albatta siz bilamizki juda ham katta AIM labda
siz juda katta hissa qo'shdingiz ushbu ishga va siz juda keng muvaffaqiyatli yo'ldan o'tdingiz va bu yerda yoshroq bo'lgan jamoalardan iborat bo'lgan va siz bilamizki iborat bo'lgan jamoalarga siz faqatgina startapiga emas balki biznesga ham yordam berasiz chunki siz bu tizimda fikrlaringiz albatta biz uchun qiziqarli. Men biznes tarafdori sifatida bir nechta qiyinchiliklarga duch keldik. Ayrim bir muammolar mavjud edi. Va meni tayinlovim men Ayka bilan yangi konsepsiya yaratdik va bu konsepsiya asosan aynan bizning rezidentlarimizning qadr qimmatini aniqlash va boshqa o'rta yoki bo'lmasa keng katta bizneslarga birgalikda o'zaro bog'liqlikni yaratish va shu bilan birgalikda yosh startaperlarni ham qo'llab-quvvatlashni biz xohlayapmiz va biz turli integratsiyalarni yo'lga qo'yamiz va bir nechta integratsiyalar orqali yangi mavjud yangi sun'iy intellekt orqali ishlashni xohlagan yangi jamoalarni ham qo'llab-quvvatlayapmiz. Yana bizning asosiy yo'nalishimiz bor. Birinchi o'rinda shunday bir ko'prik vazifasini yaratyapmiz. Biz startaper va sun'iy intellekt orqali va shu bilan birgalikda ya'ni davlat idoralari va shu bilan birgalikda biznesni rivojlantirish bo'yicha va turli xil venture assotsiatsiyalarni ham qo'llab-quvvatlash bo'yicha va ularga xizmat ko'rsatishdagi ko'prik vazifasini o'tashga harakat qilyapmiz. Yana bitta ikkinchi yo'nalish, bu katta bir yo'nalish, bu yerda fan hamda ta'lim bo'yicha Alpha Education, IT Park University va TBC Bank demak biz uzoq vaqt mobaynida suhbatlashyapmiz, muhokamalar qilyapmiz, aynan qanday qilib biz fuqarolar o'rtasida, mamlakat fuqarolari o'rtasida faqatgina sun'iy intellektni foydalanish emas, balki texnik jihatdan email, data science, DL bo'yicha ham ko'proq xabardorlikni oshirishga harakat qilyapmiz. Bu albatta media qismiga tegishli bo'ladi va jozibadorlikni oshiradi va demak ekspertlar tomonidan turli xil maqolalar yoziladi va aynan sun'iy intellekt haqidagi fikrni va ma'lumotni kengaytirish va shu bilan birga xabardorlikni oshirish jihatidan. Katta rahmat. Lekin sizni assotsiatsiyangizni faqatgina ko'prik biznes regulator emas, balki haqiqatda ham yordam berasiz. Ya'ni butun ekotizimga qo'llab-quvvatlashda va yordam ko'rsatishda siz juda qulay kelasiz deb o'ylayman. Chunki siz to'g'ri aytdingiz, startaperlar bilan birgalikda ishlashga siz tayyorsiz. Higgsfield AI bilan birgalikda ishlash haqida qanday fikrdasiz? Bizning imkoniyatlarimiz mavjudmi? Katta rahmat. Juda dolzarb masala, dolzarb savol bo'ldi. Biz Higgs AI bilan birgalikda 23-24 yoshli yosh yigitlar platforma yaratishdi kechagina. Ular $500 million sifatida va bu yerda A seriyasida ham 500 milliondan ortiq pul sarf qilindi va bu mahsulotlarni yaratishga imkoniyat yaratdi. Bu imkoniyat albatta aynan ekotizimni, startaplar tizimini yaratish bo'yicha ham keng imkoniyatlar yaratilyapti va biz albatta yordam beryapmiz. Biz Standbase bilan hamkasblarimiz bilan birgalikda ishlayapmiz, katta hissa qo'shyapmiz.
ular aynan shu ekotizimni raqamlashtirishga katta hissa qo'shgan. Ular bu yerda investorlar ham, iqtidorli yosh mutaxassislar, startaplar ham bo'ladi. Shuning uchun uyushma bunga juda yaxshi qarayapti va hatto rejalarimizda qandaydir venture fondini shakllantirish ham bor. U albatta bu tizimdagi startaplarni qo'llab-quvvatlashi kerak. Juda zo'r, keling Bekzod akaga yana qarsak chalamiz va murakkab yo'lida zafarlar, muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Biz o'ylaymizki, biznesingizdagi tajribangiz buni barpo etishga yordam beradi va men yana Hikmat akaga kichik iltimos bilan murojaat qilmoqchiman. Siz bizga yordam berishingizni davom etishingizni tushunaman, lekin bizni unutmasligingizni so'raymiz, chunki bizning uyushmamizda yana shuningdek davlat arboblarining yordami kerak bo'ladi. Biz o'z g'oyalarimizni rivojlantira olishimiz uchun va bizga qo'shilganingiz uchun rahmat. Alek Andreyevich, men yana an'anaga zid holda yana shunday qisqa savol bermoqchiman. Siz biz bilan qisqacha bo'lsa-da ozgina o'rtoqlasha olasizmi? Yil oxirigacha biz nimani kutishimiz mumkin? Masalan, tartibga solish sohasida, chunki Yevgeniy bir necha marta sizga qarab mana shu tartibga solish haqida gapirdi. Chunki aynan shunga biznes qanchalik tez rivojlanishi bog'liq bo'ladi. Mumkin bo'lgan holda bizga ayta olasizmi? Yil oxirigacha bizga qandaydir me'yoriy hujjatlarni kutishimiz mumkinmi? Masalan, ular nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyo mintaqasida ham ba'zi jarayonlarni tezlashtirishda, raqamli iqtisodiyotda ba'zi jarayonlarni tezlashtirishga yordam beradigan me'yoriy hujjatlar bo'lishini kuta olamizmi? Bizda sun'iy intellektni tartibga solishni bir nechta modellari bor. Masalan, Birlashgan Arab Amirliklari va AQSh masalan hech narsani tartibga qilish kerak emas va amaldagi qonunchilik doirasida hamma narsani rivojlantirib boradi. Masalan, kiber yoki sun'iy intellekt yordamida tovlamachilik qilinsa, hamma tovlamachilik bo'ladi. Keyin Yevropa ittifoqi bor. Ularda, bu davlatlarda sun'iy intellekt borasidagi qonunlar birinchi bo'lib qabul qilishgan. Bu yerda juda katta qiyinchilik bor. Masalan, u yerda startaplarni rivojlantira olishi qiyin bo'ladi, chunki ma'lum qonunlar bor, ular biznesni rivojlantirishga qiyinchilik tug'diradi, lekin biz masalan uni qanday tartibga solishni, to'g'ri bo'lishini bilmaymiz. Buni hech kim bilmaydi. Lekin hozir startaplarda, venture fondlarda masalan $120 million tashkil etadi. Pul bor, startaplar yetmayapti. Ular ko'p bo'lsa-da muammo bo'lsa uni hal qilish kerak. Masalan, nimadir taklif qilish kerak, biznesni hal qilish kerak. Aynan sun'iy intellekt texnologiyasi borasida biz muhokama qilganimiz borasida aynan shu odamlarga qaratilgan jihatdan masalan biz albatta bu prezident qarorlari darajasida biz bu albatta yuqori palata yoki quyi palatada barcha masalalarni ko'rib chiqilishi, ana undan keyingina prezident qarori qabul qilinishi kerak deb o'ylayman. Chunki qanday qilib etika haqida nima deysiz? Chunki biz standart normalarga ko'ra biz barcha etika qismida mavjud bo'lgan barcha yo'nalishlarni inobatga olamiz va biz UNESCO bilan birgalikda bu yo'nalishda birgalikda ishlayapmiz. Biz muhokama qilyapmiz va qaysidir jihatdan biz kelishdik, ayrim bir jihatlari sifatida, lekin hozirgi ayni damda u tayyor emas, lekin biz tayyorlash bosqichidamiz. Ikkita asosiy termin haqida so'zlashmoqchiman yoki bo'lmasa ikkita mavzu. Bu ekocentrik jihatdan nima deysiz? Chunki aynan biz ta'limot yoki bo'lmasa innovatsiyalarni yaratish va shu bilan birgalikda etika normalari
odob axloq normalari haqida nima deysiz? Mana shu jihatlar ham muhim hisoblanadi. Odob axloq normalarini kiritish kerakmi? Va Isaac Azimov haqida va 10 ta robototexnika bo'yicha 10 ta qoidalari haqida eslatadigan bo'lsam, o'sha yerda o'sha vaqtda u sun'iy intellekt shunchaki bu qoidalar yozilmagan edi va bu yerda biz fanni ilg'or o'sishi doirasida biz shunday rubikonni o'tishimiz kerakki, odob axloq normalari sun'iy intellekt tomonidan biz uchun yozilishi ham mumkin. Shuning uchun ham shu jihatlarni inobatga olish kerak. Va shuningdek men yana bitta Nikaga demak savol bilan yuzlanmoqchiman. Ular o'zlarini qanday qilib TBC ko'plab yangi ekotizmini yaratishni harakat qilyapti va bu yerda biz bilamizki, oxirgi yangiliklardan bizga ma'lumki, yangi bizneslarni yaratish, ekotizimni kengaytirish bo'yicha yana bir bor qaytmoqchiman. Men uchun juda qiziqarli savol bu. Qancha ilm bo'yicha yaratish uchun qancha mablag' sarf qilindi? Bu to'g'ri juda qiziqarli bo'ladi, chunki sizlar birinchi bo'lib bir yil avval aytinglar, masalan, ini jalb qilish, yaratish qancha juda qimmat narsa bo'ladi-ku. Buni aytish qiyin. Bu hammasi byudjetingiz qancha sarflash mumkinligiga bog'liq bo'ladi. Endi menimcha 10 million dollar, lekin bir yildan keyin undan ko'proq, ya'ni 20 dollar bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki bu kapital xarajatlar, operatsion xarajatlar hammasi birga. Lekin biz bilamizki, agar biz hozir mablag' kiritmasak, bir necha yil ichida juda qattiq orqada qolamiz. Shuning uchun bu umuman olganda intelligence sohasida bizning resurslarimiz juda katta aslida. Bular hammasi, men hozir O'zbekiston haqida gapiryapman, boshqa bozorlarni aytayotganim yo'q. Va bu resurslar ko'pligi juda yaxshi. Yana bir savol, meni bu juda ham qiziqtirib kelgan. Biz raqobatchilaringiz qanday rivojlanayotganini ko'rib turibmiz. Masalan, bu yerda o'zining katta tilli qo'llaydigan modelni yaratish g'oyasi qanday tug'ilgan? Chunki hozir bu mavzu juda toza. Men aytmoqchimanki, avval bizda boshqa g'oya tug'ilgandi. Men hozir gapiraman, lekin keyinchalik bu g'oya yana keyingi g'oya va loyihalarga yo'l ochib berdi. 20-yilda Oliver Hughes bizning jamoamizga qo'shilganda, biz sun'iy intellekt haqida aqliy hujum qilib o'tirganimizda, u shunday aytgan, biz bir device bilan ishlagan. Undan avval Yandex ishlagan, u mendan yaxshi do'stim. Chunki u Yandexda ishlashdan avval Vancouver bo'lganki, u bilan aloqa qilaylik, balki u bizga biron bir aqliy narsa yetib qolar. Biz Kostya bilan gaplashdik va hamma uchalamiz TBC O'zbekiston bankida AI probabilities xizmatini imkoniyatini yaratish zo'r bo'lardi deb qaror keldik. Kostya bizga qo'shildi. Bu kamida 2 yil bo'lishini tushunarli edi, chunki masalan mana bu tadbirda buni ko'rsatdik. Masalan kamg'izbalarimga tashakkur bildiraman. Euforiyani yaratdik, lekin euforiyadan tashqari biz Kostya bilan biznesni yarata boshladik. Birinchi navbatda jamoani yaratdik, keyin qolgan narsalarni ham yarata boshladik. Kostyaga katta tashakkur. Kostya o'zi o'zbekistonlik. Menimcha, agar to'g'ri eslay olsam, Samarqand tug'ilgan bo'lsa-da, butun dunyo bo'ylab ishlayapti. Aslida bu tilli model maqsad bo'lmagan. Bizning asosiy maqsadimiz odamlarga ularning ishini yengillatib berish bo'lgan va sun'iy intellekt uni yengillashtirishni juda zo'r usullardan biri va Kostya o'shanda AI Bank Future'ni qanday yaratishni aytgandi va bizning mijoz tajribalar bilan tajriba bo'yicha Sergey mutaxassisimiz Sergey Chekankin bizga
AI Banking Futures degan yo'nalishni ochib berdi va biz shu yo'nalishda ketyapmiz. Experience FI AI Bank of Futures degan narsani yaratdik. Bunga to'g'ri mablag' sarflash uchun katta mardlik, qo'rqmaslik talab etiladi, lekin biz baribir shuni rivojlantiramiz. Yaxshi, xulosa qilib bir savolni bermoqchiman barcha hurmatli spikerlar uchun. Hozir ko'pincha hattoki Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari darajasida migratsiya, kollaboratsiya masalalari ko'tariladi. Qandaydir yagona maydon yaratish, chunki umumiy kuchlarni birlashtirish Markaziy Osiyo davlatlarini o'rtasida ma'lum samara bera olishi mumkin. Men siz har biringizni fikringizni eshitmoqchiman. Barcha uchala AIni kollaboratsiyasi birga ishlashi qanchalik foyda berishi mumkin? Nafaqat har bir davlatga, balki umuman mintaqaga ham. Chunki biz ko'rib turibmiz, Qozog'istonda nima bo'layotganini, Tojikiston ham juda qiziqarli loyihalar bilan chiqayotganini, tashabbuslar bilan chiqayotganini ko'rib turibmiz. U masalan yozda ularni hatto BMTga ham kiritdi. Markaziy Osiyoda AI sun'iy intellekt bo'yicha hubga aylanish g'oyasini olg'a surdi. To'g'ri, tadbirimiz mavzusi bo'lgan holda, lekin bu yerda kuchlarni birlashtirish, balki qonunchiliklarni uyg'unlashtirish butun mintaqada bu mavzuni rivojlantirishga imkon beradimi? Masalan, startaperlar ventures fondlariga e'tibor bera olishi va ulardan foydalanishi uchun. Nega sizni fikringizni eshitmoqchimiz? Men xususiy sektor tomonidan bizning fikrimizni aytmoqchiman. O'ylayman, kollaboratsiya juda muhim bo'ladi, hamkorlik. Chunki agar biz bu yo'nalishda bir-birimizga yordam bermasak, qandaydir bir joyimizdan silja olishimiz qiyin bo'ladi. Albatta shunday zonalar bor, u yerda aqliy mulk kompaniya ichida qolish kerak bo'ladi, lekin maksimal darajada bir-biridan bo'lishish ham kerak, chunki agar biz hammamiz birgalikda bu mavzuni olg'a harakatlantiradigan bo'lsak, bu kommunikatsiya, kontent jihatdan qanday suhbat amalga oshirib, birgalikda loyihalarni amalga oshirsak, chunki o'ylaymanki, bu yerda AI da raqobat nazar bo'lmaydi. Raqobat menimcha boshqa jihatlarda bo'lishi mumkin. AI bo'yicha g'oyalarimiz almashib, bir-birimizni amaliyotimizni boyitib borishimiz kerak bo'laman. Oleg Andreyevich, to'g'ri, endi bilasiz, men ba'zida endi provokatsiya bo'lmasa ham, lekin nozik savollarni berishni yaxshi ko'raman. Siz bilasiz, Qozog'iston va O'zbekiston hozir, endi qo'rqmasdan ayta olaman, Markaziy Osiyodagi hub rolini egallashga bir-biri bilan raqobat qiladi, bir-biridan olishga harakat qiladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu yerda kollaboratsiya, hamkorlik qilish, shu bir-biriga qonunchilikni uyg'unlashtirish yordam beradimi? Masalan, men boshqa narsalarni emas, faqat sof o'z fikringizni aytishingizni iltimos qilaman. Davlat arbobi va bu soha bilan 3 yildan beri shug'ullanadigan mutaxassis sifatida fikringizni. Nika aytgan fikrlarga to'liq qo'shilaman. Lekin qonunchiliklarni birlashtirmaymiz, lekin infratuzilmani masalan qandaydir masalalar bo'yicha birlashtiradigan bo'lsa, endi bu ham qiyin bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda qandaydir qo'llash mumkin bo'lgan, qo'llash mumkin bo'lmagan jihatlar bo'ladi. Va bular ancha murakkab va endi bizga buni qilishga imkon bermayapti. Masalan, startaplar birlashib bormoqda. Hozir yondosh davlatlarda yaxshi g'oyalarni izlaydi, ularga mablag' kiritadi. Mana bu yerda masalan hamkasblar aytgandek, ular turli sohalarda o'zini bemalol sezadi, turli loyihalarni amalga oshiradi. Qaysi davlatdan kelib chiqishiga qat'iy nazar bizning hamkasblarimiz shunday biladi. Siz to'g'ri aytingiz, O'zbekiston ham, Qozog'iston ham, hatto Tojikiston ham hozir bunga talabkor bo'lmoqda. Biz birgalikda butun mintaqani rivojlantiryapmiz. Buni birgalikda qilish kerak, chunki
global bozorda ishlab chiquvchilar yechimlar soni yetarli bo'lmaydi. Butun jahon bo'ylab sayohat qilganingizda Pokistonmi, Turkmanistonmi, Iston deb tushunishadi, lekin bizning rivojlanishimizni ko'plar tushunmaydi. To'g'ri, reklama, turizm odamlarni bizni o'rganishiga yordam beradi, lekin ular bizni yaxshi bilib olish uchun biz birlashishimiz kerak. Mana O'zbekiston, Qozog'iston IT parklari, Ostonada umumiy stendlari, biz masalan umumiy yechimlarni taklif qilamiz. Biz masalan moliyalarni birlashtirib birgalikda davlatni taqdim etadigan loyihalari uchun sarflaymiz va bu yaxshi ish beradi. Shunday qilish kerak deb o'ylaymiz va buni birgalikda masalan birgalikda tajriba almashish, birgalikda ishlashni yanada rivojlantirish kerak. Rahmat oshkora fikr berganingiz uchun, Yevgeniy. Hop, siz global kompaniya vakilisiz va men sizni tinglamoqchiman fikringizni. Hech bo'lmasa Markaziy Osiyo mintaqasi borasida. To'g'risi, men sababli hozir 4 chex va mutaxassisi O'zbekistonga bordim. Men o'zim Pragada yashayman va O'zbekistonni har doim har yerda reklama qilaman. Biznes uchunmi yoki turizm uchun borishganmi? Ular birinchi sayohatga boradi, davlatni yaxshi ko'rib qoladi va keyinchalik biznesni qilishga o'ylab qoladi. Masalan, Kosovodan bir odam yaqinda bordi, keyin menga kelib aytdiki, men bu o'z davlatni qoldim, u yerda hamma narsa yaxshi o'sib rivojlanadi. Men o'zim birinchi qarshi chaladigan bo'ldim. Oleg Andreyevich hech nimani qonunchilik tartibga solishni hozircha istamaymiz deganda, men juda xursand bo'ldim. Etika jihatdan ham juda ko'p narsalarni gapirsa bo'ladi. Hozir men ularni indamasam to'g'ri bo'ladi, lekin amaliy jihatdan aytmoqchiman. Sun'iy intellektga qaraydigan bo'lsak, uni masalan bo'laylab ajratish mumkin. Birinchisi bu temir, ikkinchisi hisoblash quvvati, uchinchidan masalan katta tilli modellar, murakkab tilli modellar, softverlar va oltinchisi bu turli ilovalar. Meni fikrimcha bu menimcha qandaydir ish beradigan ilovalar, lekin avvalgi qatlamlarni ham kimdir qo'llab-quvvatlashga ta'minlash kerak-ku, lekin masalan agar buni qila oladigan bo'lsak, Tayvan konduktor emas, Toshkent konduktor bo'la oladi, lekin bu qimmatga tushadigan sxema bo'ladi-ku. Hisoblash quvvatlariga kelsak, esa shunday strategiya borligini ko'rib turibmiz. Masalan, hattoki davlat xususiy sheriklik loyihalari ham bor bu yo'nalishda. Masalan, cloudga borib, bu yerda qandaydir juda katta pul sarflash, masalan, Google kredit beradi bunga, ko'p tashkilotlar kredit beradi, lekin hech qayerga bormasdan shuni bu yerni o'zida sarflash mumkin bo'lsa, juda zo'r imkoniyat bo'ladi. Ikkinchisi esa o'ziga xos til modeli bo'lganda, bu albatta yaxshi, lekin men tushunishimcha, til modellarini yaratish uchun milliardlab investitsiya qilish kerak. Bu o'ta katta hisoblash quvvatlari bo'lishi kerak. Hozirgi paytda milliardlab tokenlar bo'lishi kerak va O'zbekistonga qanchalik hurmat bildirsam, Qozog'istonda ham, boshqa davlatda ham bunday ma'lumotlar, bunday tokenlar miqdorini yaratish uchun shunchalik ma'lumotlarni topish, bu juda murakkab vazifa bo'ladi. Chunki hozirgi kunda outsource, GPT va boshqa imkoniyatlar yaratilgan. Fine-tune, ya'ni bu hozirgi hisoblash quvvatlariga ega bo'lib, nima uchun biz foydalanmaymiz? Shuni ham infratuzilma qismiga kiritaman. Shu qismni ham. Qanday qilib ilovalarni yaratish mumkin? AI startapni uchun so'rashingiz mumkin, ulardan nima kerak? Hisoblash quvvati birinchi o'rinda ular aytadi, ma'lumotlar, katta ma'lumotlar kerak. Ular albatta xuddi shunday faqatgina o'qitish mumkin bo'ladi. Aytaylik, TBC kabi o'yinchilar kerak, aytaylik, hukumat yoki davlat katta bir hajmdagi data ma'lumotlarni yaratayotganda yoki ular uchun ham kerakli bo'lsa, xuddi shunday holatda
juda ham jiddiy bo'lgan yo'nalish yoki ish bo'ladi faoliyati. Chunki biz meditsina, tibbiyot haqida gapirish mumkin. Turli xil agentliklarga borish mumkin va u yerga borib juda ham katta miqdordagi, katta hajmdagi ma'lumotlar ham bor va epilepsiya misoli uchun bo'yicha ma'lumotlar siz albatta shaxsiy ma'lumotlarni, ya'ni vazirlik yoki bo'lmasa vazirlik administratsiyasi tomonidan qabul qilib olingan, ya'ni davlat idoralaridagi mavjud bo'lgan katta hajmdagi ma'lumotlar, aynan shaxsiy ma'lumotlarni siz qandaydir bir maxfiy jihatdan emas, balki ushbu mashinalarni, ya'ni ishlash va katta hajmdagi ma'lumotlar bilan birga ishlaydigan bo'lsangiz, startaplar ko'payadi. Katta rahmat. Data setlar, ya'ni katta hajmdagi ma'lumotlar, albatta shu kabi savollar, danlarni saqlash, bulutli qarorlar yoki bo'lmasa shu texnologiyalardan foydalanish bo'yicha biz Begzod aka bilan suhbatlashsak va uyushmangiz yaratilayotganda sizni u yerda jamoangiz bu mintaqaviy kun tartibi aynan bizning mintaqamizni muammolari yoki bo'lmasa imkoniyatlari inobatga olingan. Nima deb o'ylaysiz? Sizni bu mintaqadagi kun tartib katta bir imkoniyatlarni ochadimi yoki qulayliklar yaratadimi va aynan davlatlar o'rtasidagi aloqalarni kengaytiradi va albatta bu yerda yana me'yoriy hujjatlar haqida to'xtalib o'tamiz. Juda ham dolzarb savol edi. Ertalab yangiliklar haqida o'qigandim. Astana Hub yangi g'oyani kiritishdi, yangi tashabbusni aynan bu yerda O'zbekiston, Qozog'iston bozorlariga kirish bo'yicha tashabbusni ilgari surishyapti. Aynan shunday shu kabi tashabbuslar juda ham dolzarb hisoblanadi va muhim ahamiyat kasb etadi. Bizni AIKA uyushmamiz bekorga Markaziy Osiyo yoki bo'lmasa O'rta Osiyo mintaqasiga yo'naltirilmagan va bekorga shunday nom bilan chaqirilmaydi. Shuning uchun ham bizni oldimizga global reja qo'yganmiz va aynan shu platformada, shu planshetkada biz albatta ishlaymiz, faoliyat yuritamiz va buni rivojlantirishga